Ustoz, meni savolim avlodlar haqida. Dars jarayonlarida shu talabalarga she'rlar o'qiganimizda Mumtoz adabiyot va 60-70 yillar avlodi shoirlarning she'rlarini o'qiganimizda negadir ularga bugungi yosh talabalarga o'zlarini davridagi ijodkorlar, shoirlar qiziq. O'ylab qolaman, adabiyot shunchalik tez o'zgaryaptimi va buni o'zgarishlarning sababi nimada deb o'ylaysiz ustoz? Albatta, davr tempi shiddati juda baland. Shuning uchun har bitta avlod o'zi yashayotgan davrni belgilari bilan dunyoni qabul qilishga harakat qiladi. Bu meni boshimdan ham o'tgan, juda ko'p his qilganman. Chunki biz ham o'zimiz shakllanayotgan paytda yod olgan, yaxshi ko'rgan she'rlardan o'qisam, masalan, kunlardan bir kun o'sha Abdulla Orifning mashhur o'sha she'rini o'qidim. Uyg'onguvchi bog'larni kezdim, papay dedim qirdan izingni, yanog'ingdan rang olgan dedim, lovlazorga burdim yuzimni, uchratmadim ammo o'zingni, sen bahorni sog'inmadingmi? deya auditoriya she'r o'qidim. Endi bir yoqimli bir titroq bilan o'qidim. Har safar shu she'r meni to'lqinlantiradi. Lekin shunchalik to'lqinlanib o'qidim, bir talaba qo'l ko'tardida, ustoz dedi, bu she'rlar dedi, bizga dedi, meni avlodimga uncha ta'sir qilmaydi. Endi hammasiga ham emasdir-ku, ma'lum bir qismi. Xo'p, sizga qanday she'rlar ta'sir qiladi desam, ikki ko'zim, ikkita shovqin degan she'rlar ta'sir qiladi. O'sha bir misradan iborat, tashbihdan iborat. Ikki ko'zim, ikkita shovqin. Qarang, baxtimga men bu she'rni ham bilar edim va bu she'rni tahlil qilib berdim. Tushunyapsizmi? Avlodlar, mana gazetda shunday gap borda, 20, 40, 60 yoshli avlodlar haqida. Har bitta avlod o'zini davridagi, o'zini zamonidasidagi adabiyot bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, shularni qabul qiladi. Boshqa avlodlarga boshqa avlodlarga mansub narsalarni qiyinchilik bilan qabul qiladi. Shuning uchun nima demoqchiman? Yaxshi pedagog bo'lish uchun, yaxshi olim bo'lish uchun, yaxshi adabiyotshunos bo'lish uchun oldin yaxshi o'quvchi bo'lish kerak. O'quvchini esa qalbi olamga ochiq bo'lish kerak. U o'zini avlodi bilan chegaralanib qolmaslik kerak. Agar o'sha yerda yaxshi hamki men o'sha ikki ko'zim, ikkita shovqin degan she'rni tahlil qilib bermaganimda, demak, o'rtada jarlik bordir. Yo'q, men u she'rni ham yaxshi ko'rardim. Xuddi uyg'onguvchi bog'larni kezdim degan she'rni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rardim. Shuning uchun ikkalasini ham tahlil qilib berdim. Shu yerda aytdimki, demak, bu yerda siz katta avlodga mansub bo'lgan adabiyotni ko'kragidan yetara boshlabsiz. Siz kelajakda mutaxassis bo'lasiz. O'quvchi sifatida shunday qilish haqqingiz bor, lekin mutaxassis sifatida bunday qilishga haqqingiz yo'q. Ya'ni har bitta avlodni o'zini durdonalarini mutaxassis uni qabul qilish kerak, uni yaxshi ko'rish kerak. Lekin yuqorida aytganimizdek, avlodlar o'rtasidagi farqi borligi bu borga. Lekin u o'quvchilik darajasida qolish kerak. Mutaxassis bo'lganimizda esa o'sha Navoiylarni ham, undan oldingi davrlarda ham durdona adabiyotini o'qib, ularning yaxshi tomonlarini o'quvchiga yetkazib berishimiz kerak bo'ladi.